Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men Surxondaryo viloyati Boysun tuman O'rtamachay mahallasiga yashovchi Odinayeva Gulbahor. Meni murojaatim mana shu o'g'lim 2-sinf Jumaqulov Sunnatullohni ta'lim olsin deb maktabga yuborsam, Hayit Narzullo rahbari buni taylab borgan. Qizi Hayit va Yulduz darsga kirib buni urib, nimaga futbolka kiyib kelding deb yelkasini sindirgan. Bunga men hamma Boysun rayoniga murojaat qilyapman. Bu meni gapimni inobatga olmayapti, ko'rmayapti. Uchastkavoy u nimaga yon bosib bizlarni so'ramayapti. Bu bo'yicha ekspertizadan o'tdilaringizmi? Ekspertdan o'tkazdik. Mana MT qog'ozi bor. Mana rentgen qog'ozlari bor. Buni hamma narsasi bor. Hech kim ko'rmay ishni bosti qilib yuboryapti. Ya'ni bu mana endi ba'zilar tushunmasligi mumkin gapingizga. Dars paytida borgan, dars paytida, ya'ni o'qituvchining o'rniga boshqa o'qituvchi bo'lgan. Shu nimaga bunday kim kiyib kelding deganda, biron nima bo'lgan o'sha joyda? Urgan, nimaga futbol kiyib kelding deb urgan dars paytida. Dars paytida urganda yelkasi chiqib ketgan, yo singanmi? Singan. Hozirgi mana u qo'lingizdagi xulosaga singan deb bergan. Singan deb bergan. Shunga qaramasdan bizlarni hech kim inobatga olmadi. Hozir endi Termiz shahriga keldingiz-ku? Boysun tumanidan. Bu yerga qayerlarga murojaat qildingiz? Hokim bo'g'ani qabullariga. Ya'ni viloyat hokimiga. Viloyat hokimiga, viloyat prokuraturasiga. Viloyat prokuraturasiga, xalq qabulxonasiga yana. Ta'lim sohasiga, yana umidi nimasiga kirdik. U yerdagi. Endi yagona imkoniyat shu, prezident bobomizdan yordam so'rab, iltimos qilaman, shu o'qituvchiga qonuniy chora berishlarini so'rayman. Hozir buni endi yelkasi hozirgi paytda singan, hozirgacha bitmagan-a? Bitmagan dedi. Doktorga ko'rsatdik, bitgani yo'q hali. Hozir bugun doktorga ham ko'rsatdingiz-a? Ko'rsatdik bugun. Menga qara yigitcha, seni birov urdimi yo o'zing biron joyga yiqildingmi? Yulduz Domullo. Yulduz Domullo. O'zbekchani bilasanmi? Neynamedan. Bu tojik sinfiga o'qiydimi? Tojik tiliga o'qiydi bular. Ya'ni Domullo urdimi? Qayeringa urdi? Chap chakkan bezat raftam hamjim parta bezat. Yuzingga urdi. Yuzingga urgandan keyin borib partaga urilding. Shundaymi? Nima endi hozir mana bugun murojaat qilib keldingiz. Murojaat qilib kelgan joylaringiz nima dedi? Endi ko'ramiz dedi bu yer, lekin Boysun rayon ishni bosti qilyapti. Uchastkavoy bilan tergovchi. Tergovga chaqirdimi biron marta sizlarni? Tergov deb Boysunga chaqirdi bizlarni, lekin tergov olgani yo'q, bizdan rasmga tushiradi, jo'natadi. Rasmga tushirib jo'natib bo'ldi. Gap so'ramaysizmi, tergov olmaysizmi deganga yo'q, tergov oldi, sizlarni chaqirdim dedi uchastkavoy. Endi men bitta narsaga hayronman-da, u o'qituvchining o'rniga, ya'ni qizi kirib dars bergan, shundaymi? Qizi o'qituvchimi u? Qanday vakolati bor-ku, boshqa birovning nomidan dars berishi mumkin? Bilmadim endi. U ham o'qituvchimi o'zi? O'qituvchi-da-yu, boshqa sinfga rahbar. Bu Narzullo, uni rahbari Hayit Narzullo nimaga borgan? Zan direktor Hasanov Baxtiyorning uyiga ziyofat uyushtirgan direktor Domullolar hammasi bir bu Domullo qolgan. Buni kirib urgan, otasini joyiga kirgan. Ya'ni otasi qaysi fandan dars beradi? Otasi hamma darsda bir Domullo. Boshlang'ichmi? Boshlang'ich. Qizichi? Qizi 3-sinfga dars beradi. Uni nimasi boshqa, buniki boshqa, lekin otasini darsini o'tgan. Tushunarli opa. Endi nima so'ramoqchisiz? Meni so'rayotganim shu, o'qituvchiga qonuniy chora berishlarini so'rayman, iltimos qilib.